O'zbekistonda vahshiy qotillik sodir etildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va petitsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda noma'lum shaxs jarohat olganligi aks etgan video tarqaldi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati holat yuzasidan ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 22-may kuni taxminan soat 20:00 da Olmazor tumani Chusti mahallasi hududida 2003-yilda tug'ilgan A.S. o'zining tanishi 2006-yilda tug'ilgan S.U. bilan kelishmovchilik sababli tortishib qolgan va o'zaro janjallashib ketgan. Janjal vaqtida fuqaro A.S. o'tkir tig'li jism bilan S.U.ga tan jarohati yetkazgan. Natijada jabrlanuvchi ko'krak qafasi, orqa sohasi chap tomon kesib sanchilgan jarohati tashxisi bilan shifoxonaga joylashtirilgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2-qism M bandi qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish, qurolni yoki sovuq qurol sifatida foydalanishi mumkin bo'lgan ashyolarni ishlatib sodir etilishi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi, deyiladi xabarda.